topik darajam 6. Hamma topik birga imtihonga registratsiyadan o'tilgan, hamma. Xo'p. Videoda ham ko'rgansizlar, bizda asosan shu 17-savoldan keyin ko'pchilikda muammo bo'ladi. Tadqiq qismida tushunishda va undan keyin 60 ta tepasida bo'ladi ko'pchilikda. 60 tepasida даже o'qimasdan ham tavakkal qilish holatlari bo'ladi. Shuning uchun shu joylarini hozir alohida ko'rib chiqamiz. Chunki mana bu yerda ham qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Tadqiq testlarida birinchi o'rinda o'zi eshitayotganda doim bitta qadam oldida yurish muhim hisoblanadi. Ya'ni sizga masalan u yerda tanishtirib, tushuntirib bo'lgandan keyin test boshlanayotganda videoda qo'yilish davomida, tushuntirish davomida siz o'sha test varaqlarini o'qishni boshlashingiz kerak. Chunki u yerda aytiladigan gapni masalan har kuni test yechganda eshitasiz, to'g'rimi? Bu sizga kerak emas. Shuning uchun oldindan iloji bo'lsa hamma javoblarni o'qib olish kerak, bitta qadam oldida yurish kerak tadqiqda. Siz savol bilan teng ketaman desangiz yecha olmaysiz. Sababi chunki sizda masalan hali eshitish u darajada zo'r emas. O'zi aslida masalan teng ketib ham yetsa bo'ladi. Tadqiq zo'r bo'lsa. Masalan, uning uchun 1 yil, 2 yil zo'r o'qigan bo'lsa, shunda muammo bo'lmaydi. Lekin bizda hali uncha praktika yo'qligi uchun iloji bo'lsa oldindan o'qib olish kerak. Shunda tadqiqda yutasiz. Keyin masalan test yechayotganda yana qanaqa muammo bo'ladi? U yerga kirganinglarda ham tushuntiradi. Sirazi javob varaqasiga belgilashdan boshlashlik kerak. Sababi tadqiq tugashi bilan varaqlarni sizlardan olib oladi. Men qopga tuvdim, qaramaydi unga. Varaqqa yozyapman, bilmayapman bo'lmaydi. Shuning uchun sirazi bitta javob chiqdi, sirazi tabanjiga ham belgilab olingda, belgilang. Javob varaqasiga ham. Keyin oxirida masalan ilg'i qismi, tadqiq qismida ko'pchilik javobni belgilab bo'lgandan keyin tekshirmaydi. Bir qator ko'z yugurtirib chiqing, to'g'ri javobni belgiladingizmi? Masalan, 31 javobini 32 ga urib qo'ymadingizmi? 33 kun. Urib qo'ygan bo'lsangiz, o'sha yerda o'chirgichlar bo'ladi, o'chirib turib tezda to'g'rilash kerak. Varaqni ochayotganda masalan shunaqa xatolar bo'ldi. O'tgan safar o'quvchilarda ikkita varaq ochilib ketgan. Savolni eshitib o'tiravergan, javobga umuman tushmaydi. Ya'ni bitta varaq ochib olsangiz, masalan 35 dan ochilib qolsa, 31 savolini o'qiyasiz, 35 ga belgilab o'tiraverasiz. Shuning uchun bir qator oldindan varaqlab oling, har bitta savolni ko'zdan kechirib oling. O'zi aslida ruxsat berilishi kerak edi bu narsaga. Bilmayman, bizda qandaydir O'zbekistonda shunaqa. Biz masalan Koreyada o'qiganimizda, Koreyada test topshirganimizda savolni berar edi-da, biron joyda birak joyi yo'qmi, hammasi to'g'ri chiqqanmi tekshirib qo'yiladi deb. Bir qator ko'z yugurtirib olardik-da, bo'ldi endi yopinglar derdi. Tadqiq boshlanganda ochib ishlayverardi. Shu narsaga bizda qandaydir keyingi savolga o'tmaguncha ochma degan narsa bor. Bir qator ochib olsangiz bo'laradi lekin aslida. Tushundinglar-a? Xo'p, keling testga o'taylik. 1 dan 4 gacha. O'zi asosan 17 gacha bo'lgan savolda tadqiqda so'z boyligingiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ya'ni 500 ta bilan 1000 taning orasida so'z boyligi sanaladi. U yog'iga keyin 1000 bilan 2000 ning orasida so'zlar qo'shiladi. Xo'p, 1 dan 4-savolgacha shunchaki savol beradi. O'sha savolga mos javob topishingiz kerak, to'g'rimi? Masalan, bu joyda haksengiyeyo deyapti. Talabamisiz, o'quvchimisiz deyapti. Javobda ne haksengiyeyo deyapti. Demak, javob 1 bo'lyapti. Ha, talabaman. O'zi aslida berilgan savolga 2 xil variant bo'ladi. Ha yoki yo'q. 20% holatda 3-variant qo'shilib qoladi, bilmadim yoki ha ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, kitobingiz ko'pmi desa, ha ko'p degan bitta javob bor, yo'q ko'p emas degan ikkinchi javob bor. Uchinchisida masalan, ha bo'lishi mumkinmi yoki shunga o'xshagan boshqacharoq, qiyinroq versiya chiqib qoladi. Masalan, ko'p test ishlasanglar ko'p bo'ladi. Lekin odatdan 70-80% shunaqa. Bu sizga nima beradi? Qaranglar, birinchidan mana bu savolni berayotganda qaysi qo'shimchaga yoki qaysi so'zga tugayapti? Shunga ahamiyat berish kerak. Masalan, iyeyo deb tugayapti. Bo'l, javobdan iyeyoli javoblarni olish kerak. Iyeyoli javob qaysinda turibdi? Bitta bunda turibdi, xolos. Ya'ni bu narsaga ham ahamiyat berib qo'ysangiz, bu ham sizga plyusga ishlab beradi. Ikkinchi savolga qarang. Gvajari chovaheyo deyapti, mana. Il chovaheyoga tugayapti. Demak, gvaja shirinlikni yaxshi ko'rasizmi? Birinchidan yaxshi ko'rasizmi deyapti. Javobda ha yaxshi ko'raman yoki yo'q yomon ko'raman bo'lish kerak. Mana buni aksini olishingiz kerak. Yo agar ha degan bo'lsa, xuddi o'zini olishingiz kerak va mana bu qo'shimcha kelayotgan aniqlovchiga e'tibor berish kerak. Ilrilli javoblarni istash kerak masalan. Ilril mana. Ilril anchovaheyo va oxirida mana bu chovaheyoga javob bo'lishi kerak. Mana moqda umuman boshqa narsa. Pissada umuman boshqa narsa. Bu sifat, to'g'rimi? Masalan, qanday deb so'rab qolsa, endi javobdan sifatni istash kerak. Masalan, otdayo
desa, masalan, Kibuni otdayami yoki bo'lmasam, Mulgoni otdayami qanday deb so'radimi? Uni qanday degan savol sifatga beriladi. Javobdan sifat istashingiz kerak. Sifat ko'p bo'lmaydi javobda. Bitta bo'ladi xolos. Qolgan boshqalari oti bo'ladi, fe'li bo'ladi shunaqa. Shuning uchun qanaqa savol berayotganini ham tushunishingiz muhim. Masalan, nugu hago deb berda savolni. Kim bilan? Bo'ldi, javobda kim bilandir degan javob topish kerak. Mana kim bilan maktabga borsiz? Nugu hago hakkoy hayo desa bo'ldi. Masalan, onni hago. Endi javobda hago deb bermaydi, sababi uni sinonim variant bor. Va gva. Va gvali javob istash kerak. Tushundingizmi? Uchinchisida masalan muosil. Nimani deyapti? Bu nimaligini topish kerak masalan. Nima mana sut, iliril, mashayo. Javob bittada chiqyapti masalan. Nimani ichasiz? Sutni ichaman bo'lyapti. Mana bu joyda har kun ichaman bo'lyapti. Ya'ni bu yerda chaju mo'g'ayo yoki bo'lmasa meyil mashayo bo'lish kerak. Yoki chega masha. Endi mana bunda kim ichadi degan savol bo'lish kerak. Siz demak oldindan javoblarni o'qib turib, savolini taxmin qilib olsangiz ham bittada chiqib qolaveradi. Masalan, malonga nima deb savol berish kerak masalan? Meyil masha. Har kuni ichaman deyishim uchun nima deb savol berilish kerak menga? Har kuni ichasizmi? Unda mana bu joyda ha degan javob bo'lish kerak, to'g'rimi? Masalan, bu o'zi umuman savol ham berib bo'lmayapti, to'g'rimi? Chiqarib olsangiz bo'laveradi. Masalan, chega masha. Bunga savol bersangiz bo'ladi. Nuga mashayo. Kim ichadi? Men ichaman. Chibeso mashayo. Savol qanaqa qoladi? Odieso mashayo. Ko'ryapsizmi? Taxmin qilsangiz bo'ladi. O'sha bitta chiqqanda masalan muosil dedim, bu 3 ekan deysiz, keta olasiz. Endi 4-savol qani? Ottokke. Ottokke deganda bu uslub so'raladi. Uslub so'ralayotganda yo qanaqa qilishlikni tushuntirish kerak boshqacha yo'li bilan. Lekin 70% holatda ro bilan berilgan javobda bo'laveradi. Qaysi javobda ro bo'lsa, o'shani olib qo'ysangiz javob chiqaradi. Ana ro 4 ekan. Nimaga? Chunki mana bu ro ikkinchi ma'nosida o'tgan bo'lsa-la, uslubni bildiradi, qanday qilish. Birinchi ma'nosi ga, yo'nalish, to'g'rimi? Ikkinchisi usul. Masalan, morel chalibga challe chusayo deydi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam ro bilan berganda posro. Vosita sifatida foydalangansiz, masalan, qalam bilan deysiz, to'g'rimi? Qalam orqali yompillo sossayo. Hangoga ottoga qasa, pihengiro qasa, masalan, samolyotda ketdim. Da orqali bilan degan ma'nolari ham bor. Shu holatda demak u uslub vositani bildirib keladi. Shuning uchun demak roli javob topsangiz bo'ladi. Endi roli javob yo'q-a javobda. Bo'ldi, endi mana bu bergan savol 2 marta o'qib beradi-yu. Savolga mos javobni topishingiz kerak. Masalan, piyada boraman deyish ham mumkin-da. Unda ro yo'q-ku, qorosoq ayo desa masalan. To'g'rimi? U ham javob lekin. Birinchi demak ro destasiz, yo'qmi? Endi ikkinchi, to'xta, endi qaysi javob bo'lishi mumkin deysizda, javoblarni o'qib ketsangiz o'zi chiqaradi. Xo'p, bular endi oddiy, mana 5 dan 6-savolgacha nima? Jumlani davom ettirishingiz kerak. Ko'pchilik shunda ham qiynaladi. Sababi, masalan, shunaqa ayrim so'zlar bor, to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi asl ma'nosiga tushmaydi. Masalan, mashikka desayo deyapti, kimdir. Yoqimli ishtaha desa, chalmoqqa sinmida degan javob turibdi, javobda. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsangiz, yaxshi yeyman degan, to'g'rimi? O'zi aslida rahmatni o'rnida ishlatiladi shu narsa. Yoki bitta javobda masalan turtilib ketdi, kechirasiz deyapti. Chezo hammida deyapti. Desa keyin bitta javobda aniyeyo deyapti. Ko'pchilik yo'q deb o'rganganda shu narsani. Lekin aniyeyo aslida hech qisi yo'q degan ma'nosi ham bor, ikkinchi ma'nosi. Shunaqa hollarda ko'pchilik chalg'ib qoladi bunda. Shuning uchun o'zi nima qilish kerak? Mana tushmaydigan javoblar bor-ku, chiqarib olishingiz kerak. Keyin o'zi ikkilanib qolasiz, masalan, mana shu javobniki ikkinchi bu o'zi manaqa yo'q degan edi-yu, demak ikkinchi ma'nosi bo'lsa kerak. Aniq tushmaydigan javobni chiqarib olsangiz, shunda ham nima javobga borishingiz yaqinlashadi. Aniq tushmaydigani bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, mana shu yerda aniq tushmaydigani. Ma'ni tesayo deyapti. Endi ma'ni tesayo ham yoqimli ishtahani ma'nosida, masalan, ko'p yeng demaydi hech kim. Ya'ni yoqimli ishtaha degan ma'no bor bu yerda. Rahmat degan javob bo'lyapti o'zi. Kechirasiz demaydi-yu, ko'p yeng desa, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, xush kelibsiz yoki xursandman deydi. Ko'proq bu tushyapti, to'g'rimi? Rahmat. Shuning uchun demak 5 bilan 6 da shunaqa usulni qo'llasangiz bo'ladi. 7 da qayер haqida gap ketyapti. Endi bu oddiy, masalan, sinfxonada gap ketish uchun o'sha joydagi gaplar bo'lishi kerak. Bu endi sizda lug'at boyligi. Har bitta naqada bittadan eng kamida 2 ta so'z chiqadi. O'sha javobga olib boradigan. Masalan, Kiyoshil bo'lsa, ustoz gapiryapti-da, masalan, keldinglarmi, vazifa qildingizmi, vazifangizni topshiring deyapman, bo'ldi. Kiyoshilni belgilash kerak. Endi ba'zi holatlarda shunaqa bo'lib qoladi, masalan, qayerdasiz?
qayerda yashaysiz desa, ha men Seulda yashayman desa, ha men ham Seulda falon joyda yashayman deyapti. Endi javobda Kohyang turibdi, Chuso turibdi. Qaysi javob bo'ladi? Chuso bo'ladi. Chuso. Hamma Chuso deydi. Ha. Shunaqa holatda ko'pchilik Kohyangga chalg'ib bo'ladi. Vatan, Seulni gapiryapti, vatani shekilli deydi. Chunki masalan, men hozir o'zbekchasini aytyapman-da. Koreychasini eshitganingizda sizga ham vatan kelgan, vatan degan javob kelib qolishi mumkin-da bu narsani. Masalan, "저는 서울에 삽니다." desa masalan, "저도 저 서울 근처에 살아요." desa, qayerda yashashini aytyapti, vatani shekilli deb o'ylash mumkin-da ko'pchilik. Aslida vatanda masalan bo'lishligi uchun ko'proq teyonada chiqadi, to'g'rimi masalan? Oddiy teyonasi Pusan에서 태어났어요 deydi masalan. 지금 세울에 살아요. 하지만 부산에서 태어났어요. buni vatani o'sha Pusan. Endi vatan haqida gap ketyapti deb belgilasangiz bo'ladi. Shunaqa o'zi so'zlarga olib boradigan ikkitadan variant bo'ladi. Ikkita o'xshash variant kelib qolganda nima qilishingiz kerak? Ikkalasini ham javobni ichiga oladigani bo'ladi. Ya'ni masalan tepada ikkita belgi beryapti. Masalan eng kamida. Mana shuni o'zidan oladigan bo'lsangiz mana Hanshi Yonghwapyo Tujang Chuseyo de yoki ismini qarang. Soat 1da kinoga bilet ikkita bering deyapti. Kinoga bilet ikkita. Bo'ldi. Kinoga bilet kasalxonada bo'ladimi? Bankda bo'ladimi? Oshxonada bo'ladimi? Yo'q. Bu demak osonroq ekan. Qiqchan, chunki bolalar umuman bir-biriga yaqin emas-da. Lekin mana bilet sotiladigan yana bitta javob qo'shib qo'ysa, sizda o'sha o'ylanish paydo bo'ladi. Lekin bilet sotadigan javob qo'shsa, yana bitta hint beradi. Bitta javobga olib boradi. Ya'ni masalan, kinoga olib boradigan bitta sizga qanaqadir kalit so'z beradi. Yoki bo'lmasam bu yoqda deylik poyezdni bileti bo'lsa, poyezdga olib boradigan bitta kalit beradi. Ya'ni ana shu ikkita kalit ko'proq qaysiga tushadi? Masalan, ikkita kalitdan bittasi ikkalasiga ham tushadi. Ikkala kalit bittasiga tushadi xolos. Shundan topsangiz bo'ladi buni. Xo'p, keyingisi 11-14. Nima haqida gap ketayotganini topishingiz kerak. Mana shunda ham ko'pchilik qiynaladi. Masalan, sumishi tokbukkiga otdayo cho'qim meoya bo'ldi. Qandayligini so'rayapti, achchiqligini gapiryapti. Bu achchiq degan so'z mat, mazaga olib boryapti, to'g'rimi? Qanday desa, masalan, mana bu joyga masalan yaxshi deb qo'ysa, masalan, yoki masalan sifatini qanaqadir sifatga oid narsani qo'shib qo'ysa, chalg'ib qolish ehtimoli bo'ladi. Bu endi masalan oddiy testlardan olinganligi uchun sal osonroq, lekin masalan master yechib ko'rgan bo'lsanglar, o'xshash javoblar ko'p keladi, bir-biriga yaqin javoblar. Ashunda men aytgan narsani qo'llasanglar, ya'ni ikkita kalit qaysiga olib borayotganiga ahamiyat bersanglar, topsanglar bo'ladi. Bu o'zi unchalik qiyin emas bular. O'sha bemalol 15 gacha menimcha ko'pchilik yecha olsa kerak, to'g'rimi? 15 ta rasm. Rasmda ham o'zi odatda ko'rsatish olmoshlari bo'ladi-yu. Bu, ana u, bu mashlarga e'tibor berib tursangiz, o'z masalan qo'l ishoralari, harakatlari bo'ladi masalan. Rasmga qarab turib nima deyishini taxmin qilishingiz kerak. Masalan, mana bu joyda aytyapti, igoppoda chag'in kaba, ya'ni ko'ryapsizmi mana? Igoppoda chag'in kaba. Bundan ko'ra kichkina so'mka deyapti, to'g'rimi? Qo'li bilan ko'rsatyapti. Qaysi rasmda turibdi? Birda turibdi mana masalan. Keyin javobni qiz aytyapti. Ha, kagen ana issayo deyapti. Do'konning ichini ko'rsatayotgan rasm ham aynan mana shunda turibdi. Tushunyapsiz? Rasmda ham ba'zida qiyin bo'lib qoladi-da, masalan, mana bola qo'li bilan ko'rsatib turgan rasm yana bitta bo'lishi mumkin. Lekin ichkarini ko'rsatayotgan rasm bunda emas, bunda bo'lishi mumkin masalan. Ikkinchi qismida boshqa rasm ko'rsatayotgan bo'ladi. Qiz masalan o'tirgan bo'lishi mumkin kauntoda masalan. Bu ham demak nisbatan oson hisoblanadi. Masalan, mana bu joyda cheksan ve murisayo deyapti. Bunaqalar o'ta oson masalan topish. Partani ustida suv turibdi, faqat bitta rasmda turibdi, xolos partani ustida suv. Masalan shunaqalarda iloji bo'lsa, mana 16 ni yechayotganda oson-ku. Buni masalan o'zi bekarga oson qilinmaganda, chunki 17 dan qiyinlashadi-yu. Bu degani siz oson savolni tezda topib turib, sirazi 17 ga o'tib tahlilini boshlashingiz kerak degan. 17 dan boshlab o'sha sizdan mazmunan bir xilini toping degan javoblar keladi, mazmun. Endi mazmun topayotganingizda birinchi javobni o'qib olish kerak. Tidkida ham, ilgida ham. Tidkida javobni o'qiyapsiz, 5 ta narsa o'zgartiriladi. 5 ta. Kim? Nuga? Onje? Qachon? Hattoki qanday? Muosil? Nimani? Oddiy esa qayerda? Shu 5 tala ma'lumot mana javoblarda bo'lsa, tagiga tizib tumalaqqa olib oling. U yerda bemalol yozib chiqsangiz bo'laveradi. Masalan, mana shu yerdan hozir qarang. Mana namzanin panhage qachon degan savolga javob bo'lyaptimi? Onje? Panhage?
komburul hissaya o'qidi deyapti. Yojanin yohengil kaji mothetda mana qarang. Mana bu narsani kelayotgan fe'lni teskarisi bormi yo'qmi o'ylash kerak. Ji andan teskarisi bormi? Bora olmadi. Teskarisida bordi, to'g'rimi? Tekshirish kerak. Bordimi, bormadimi? Aniq chiqadi bu narsa. Yojanin panhage namjaril chaju mannasmidi. Tez ko'rishdi. Balkim ko'risholmagandir. Endi balkim teskarisi bo'lgandir. Ya'ni kim ish harakat qilayotganini ham qarab qo'yish kerak mana shu joyda. Mana polni tekshirish kerak. Ya'ni mana ish harakatni kim qilyapti, qizmi, yigitmi? Mana ish harakatni kim qilyapti, qizmi, yigitmi? Mana ish bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Sizda shular tahlili ketish kerak o'qiyotganingizda. Va har bittasini eshitayotganingizda xato javobni chiqarib olishingiz kerak. Chunki shunaqa savollar bo'ladi, mazmun eshitganingizda chiqmaydi. Ma'nosida yechganingizda chiqadi. Ya'ni masalan mazmunga oid so'zni javobda berib qo'ysa, ya'ni tepada bo'lsa, unaqa holatlar ham bo'ladi, lekin ko'p holatlarda masalan xulosa qilishingiz kerak. Deylik, men masalan bosh kiyim sotib oldim. Menga masalan bosh kiyim sotib oldim, chiroyli ekan, har kuni maktabga kiyib boryapman desam, javobda bosh kiyim menga yoqdi degan javob turibdi. Men bosh kiyim yoqdi dedimmi? Deganim yo'q, lekin xulosadan yoqdimi? Shunaqa bo'ladi. Lekin xato javob doim aniq bo'ladi. Ya'ni masalan bugun sotib oldim deyishim mumkin. Javobda kecha sotib oldi deydi masalan. 5000 ga sotib oldim deyishim mumkin. 3000 qilib beradi javobda masalan. Bitta o'zim bozorga bordim deyishim, akam bilan borgan bo'lishim mumkin. Namdemundan oldim deyishim yo Tondemundan olgan bo'lishim mumkin. Tushunyapsizlar-a? Xo'p, endi qaranglar, 3-chisida chaju dedi. Namjanin arabaytiril hanchogi ittami, optami ekan bu? Mana chogi opta deyapti, mana shunaqa optalar bor-ku. Qarama-qarshisi bor, itta opta, masalan, qadda mana jiyantalar, teskarisi bor bo'lgan narsalarda обязательно tekshirish kerak. Aniq chiqadi mana shu masalan. Nozmash qilgan, qilmaganini hozir tepada aytadi. Endi o'qib ko'rasiz masalan. Qiz bilan yigit. Endi bu joyda namja yoja deb beradi, siz ovozni ajratasiz. Qiz aytayapti. Minsushi orenmaneyo, panhak chalponesayo. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ta'tilni yaxshi o'tkazdingizmi? Yojanin yohengil kaji moteta. Bu haqida hali gap chiqqani yo'q. Hech qaysi haqida hali gap chiqqani yo'q. O'qiyapsiz-da. Bo'ldi. Keyingisini mana bu joyda ketdi. Uchinchisini xato qilishingiz kerak ekan. Nimaga qarang? O'renmaneyo, ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Mana javob ketdi mana. Qiz ta'tilda yigit bilan tez ko'rishdi deyapti. U yerda nima deyapti? O'renmaneyo, hali ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ketdi mana javob. Ko'rdingizmi? Agar siz mashina bitta eshitganda qilib olmasangiz, sizda chalg'uradi mashinasi. Keyingisi panhak chalponesi ta'tilda yaxshi o'tkazdingizmi? Mana ne vegugo kombudo hago arabaytido hessayo suminchini nima? Mana arabayti hessayo deyaptimi? Ma'da nima bo'ladi? Hanchogi opta. Demak bu hanchogi itta bo'lyapti hozir. Ya'ni qildi, ma'da qilmagan deyapti. Mana javobni ham chiqarib olish kerak. Xo'p, ikkita javob qolyapti o'zi, ikkita o'qigandi. Endi qiz aytayapti, chonin ibona yohengil ma'ni hessayo. Yojangin yohengil kaji. Mana bu hessayo. Ko'rdingizmi? Mana teskarisini o'ylash kerak deyapti. Ma'da aytayapti shu narsa. Sayohat qildim deyapti, ma'da qilmadim deyapti. Shuning uchun siz xuddi shuni bemalol chizib turib, oldindan tahlili bo'lsa, har bitta aytayotgan gapda bu 2 marta o'qiydi-da, sekin o'qiydi. Bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Faqat mana kaji motetta deganda, mana so'zni aytyapti yoki katta deganda mana so'zni aytyapti. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. 17 dan 21 gacha xuddi shunaqa qilib ishlaysiz. 22 dan 24 gacha markaziy fikrni topish. Bu eng osonlaridan bittasi. Lekin ko'pchilik adashadi. Markaziy fikr juda ham oson o'zi aslida. Qani endi umumiy markaziy fikrda 2 marta o'ylash kerak. Birinchi o'ylaganingizda mana javoblar neonda bormi yo'qmi? Ya'ni mana mazmunning ichida mana bormi yo'qmi? Shuni topib olasiz. Ichida masalan ikkita o'xshash qolishi mumkin shunda. Endi ikkinchi o'ylaganingizda mana shu javoblardan qaysi biri umumiy ma'noni ichiga ola oladi? Shuni o'ylashingiz kerak. Bu qiyinroq. Meni tushunish kerak-da buni. Sizlar tushunmaydi ko'pchilik, to'g'rimi? Endi tushunmaganda nima qilish kerak? Degan savol. Tushunmaganda yojaye chumshing senga. Qizning markaziy fikri deyapti. Umumiy dialogni mazmuni ketaversa miyangizda, lekin yigitning emas,
qizning gaplariga ko'proq e'tibor bering. Chunki qizni fikri so'ralyapti-ku sizdan hozir, to'g'rimi? Endi eshitayotganingizda umuman tushunmasangiz, qiz gapirayotgan gaplar bor-ku, mana javobni oldindan o'qib olasiz-da, uni shuni ham. Javobdan polniy oldindan o'qilib, qaysi so'zlar qayerda kelyapti. Tushunmasangiz ham qaysi so'zlar qayerda kelayotganini bilib olasizda. Qiz aytayotgan gaplarini javobdan istash kerak. Masalan, yigit Shihom Temuriy achime ilchik ironanika kumbudo antego kimdir yo ma'da salbiy narsa aytayapti yigit. Kimdirlarni bilasiz, qiynalyapti yigit. Endi qizni qarang. Kirayo chon achim ilchik kumbu hamyon to chaltenin deya mana achim ilchik degan so'zni ishlatdi. Qolgan javoblarda bormi achim ilchik degan? Qizni gapi boshlanyapti. Achim ilchik deb boshlayapti. Achim ilchik deb belgilayapman javobdan. Endi kumbu hamyon to chalteninde. Bu yog'i pozitivmi, negativmi? Chalteda. Bilasizda chaltedan yaxshi degani pozitivmi? Buni orqasi pozitivmi cho'tda? Tushyapti, to'g'rimi? Endi qarang. Ne chon ilchik ironamyon nomu pigonayo sumeshini kenchanayo men erta tursam qiynalaman, sizga bo'laram. Buni fikri yana negativ bo'lyapti. Endi qizga qarang. Pigon alte to ma'ni chaning goshi cho'ssimidi. Charchagan paytingizda, ama ironada ham bor ekan. Mana. Ilchigan ironada chiqmabdi, lekin turish haqida gap ketyapti, umumiy. To'g'rimi? O'rnidan turish haqida. Shuning uchun ironadan ham belgilab olsangiz bo'ladi. Belgilamagan taqdiringizda ham xulosa qilganingizda javob qaysiga boryapti? 3 ga boryapti. Javob ham 3. O'qib chiqsangiz ham. Mana masalan, hozir tarjima qilib chiqadigan bo'lsangiz ham, mana ertalab turish menga yaxshi deyapti. Yigitga yomon ekan. Endi mana bu joyda masalan, bu narsalarni o'qib chiqdingiz, yigit masalan, mana gaplarni yigit gapirayotgan bo'lsa, X qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Chunki bizdan qizni fikrini so'rayapti-ku. Shuning uchun qizga nima deyotganiga ahamiyat berish kerak, ko'proq. Umumiy nimani tushunishga harakat qilish kerak, temani. Ya'ni yigitning gapini tushunmay qolsangiz, masalan, shunaqa hollar bo'ladi. Umuman chiqmasligi ham mumkin. Qiz aytgan gap. Yigitning gapidan ham bo'ladi javobda. Ya'ni tasdiqlab qo'yishi mumkin yo teskarisini aytishi mumkin-da. Yigit aytayotgan narsani teskarisini aytsa qiz, o'sha narsa markaziy fikr bo'lolash holatlari bo'ladi. Endi uni alohida ko'rib chiqish kerak. Lekin hozir sizga masalan asosiy yordam beradigan texnika shu. Bu masalan 70-80% holatda tushaveradi. Shunchaki nima deyotganini eshitasizda, eshitib turib javobdan belgilashingiz kerak. Buni bor ishlab ko'ringlar shunaqa qilib. Hani qizni fikrini so'rang. Keyin masalan hozir odatdan shu vaqtgacha qizni fikri so'ralgan. Balkim o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun bitta tekshirib qo'yinglar, rostdan qizni fikrini so'rayaptimi, yigitmi? Buni ham tekshirib qo'yish kerak. Bo'ldi, qizmi bo'ldi. Qizni gapini eshitishim kerak ekanligingda, qiz gapirayotganda belgilab o'tiring. Masalan, mana qator, mana bilan mana shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Ikkita variant chiqib qoladi. Ya'ni gapirayotgan gapi mana joyda ham bo'laveradi, to'rtta variantda ham bo'laveradi. Unda ana endirodagi fikr, mana bu kesimi bor-ku, orqadagi qismi. Shuni tushyaptimi, tushmayaptimi topish kerak. Aniq neyonga tushmaydi bittasi. Shuning uchun hali mazmunga tushami, tushmaydimi tekshiring deyapman-ku. Mazmunga tushmay qoladi bitta javob. Bitta javob mazmunga tushadi. Shu mazmunga tushgani va chiqqan javobni olsangiz, topsangiz bo'ladi. Xo'p, 25 bilan 26 da nima qilish kerak? 26 da 25-26 ni eshitayotganda 25 da nimaga bu gapni aytayapti deydi. Bu narsani masalan bitta eshitganda topsa bo'ladi. Lekin mana bu 26 ni masalan bitta eshitganda ko'pchilik topa olmasligi mumkin. Bu chunki 26 da siz ko'p narsani tekshirasiz. 25 da bitta narsani tekshirsangiz bo'ldi. Qarang, 25 da lekin ikkalasida ham bir qadam oldinda yurishingiz kerak. Ya'ni siz 25-26 ni o'qishidan oldin javobni o'qib tahlil qilib olishingiz kerak. 25 da qarang. Matn hammasi bitta bo'lyapti, gap tegasi matn bo'lyapti. Ya'ni Xo'p, do'kon haqida gap ketyapti. Endi o'zgarayotgan narsasi mana bu joyda vichi manzil bo'lyapti. Mana bu joyda harin sangpum chegirma mahsulot iyon halsu indan shigan foydalansa bo'ladigan vaqt mataga seron munil yondan got yangi ochilgan joy deyapti. Endi yoja ve yagril hago indinji ko'risayo degani mana shu gapirilayotgandagi maqsad nima degan. Gapirilayotgandagi maqsad nima? Endi masalan men dilik
nimadir sotmoqchi bo'lsam yoki nimadir o'rgatmoqchi bo'lsam, ko'proq o'sha narsa haqida gapiraman, to'g'rimi? Demak, mana bu aytilayotgan, so'ralayotgan narsalar ko'p kelgan javob topish kerak. Masalan, vaqt deyapti mana bu joyda. Yung Halsuindan shigan deyapti. Vaqt haqida 2-3 marta gapiriladi aniq. Yoki Harin Sangpum deyapti, chegirma mahsulot deyapti, mahsulot haqida gapirilishi kerak. 2-3 marta. Vichi manzil deyaptimi? 2-3 marta manzil joy kelishi kerak. Serovun Munul yondan god yangi ochilgan joy deyaptimi? Yangi ochilganligi ta'kidlanib o'tilib ketishi kerak. Endi siz buni o'qib tahlil qilib oldingiz. Ikkinchisi, mononda haligi neyongdagi usuldan foydalanasiz. Neyongda nima qildi? Kim, qachon, qayerda, qanday qilib nima qilyapti? Topasiz. Masalan, 10 yil bugun deyapti, Yung Halsu opta mana. Ko'ryapsizmi? Itta opta kelyapti, tekshirasiz buni. Matiyasoni Chesoril Paljanta mana. Sabzavotni sotmaydi deyapti. Sabzavotlar. Matinin mail o'zon yolishi shija kamida har kuni 10 da boshlanadi deyapti. Matinin chumare Pyongyil poda nekki uni dam olish kunida kunduzigidan ko'ra kech eshigini yopadi deyapti. Siz 25-26 boshlanganda birinchi 26 ni yechishingiz kerak. Chunki tekshiradigan narsa 26 da ko'p. Siz polni eshitib qolib turib, necha soat dedi, nechida boshlanadi dedi, eslab qola olmaysiz. Shuning uchun haligi aytgan usulimda chizib olasizda, tayyor turasiz. Ketdi, o'qishni boshladi. Chumareda o'ri material chazi tushin sonnim yorabun kamsamida. Shanba yakshanbada ham bizni istab kelganlar, rahmat sizga, bugun foydalana olmaysiz deyapti. Shanba yakshanbada ham ishlaydi degani, har kun ishlaydi deganimi? Ketdi monojo. Keyingisi. Shinsonan cheso mashindan gvail innan chuman marta chesoga palji anta ketdi monojo. Mana. Cheso sabzavot bor deyapti. Inju matiga xush kelibsiz deyapti. Mana bu joyda cheso sotmaydi deyapti. Ketdi bu joy. Mata Iyongshiganin bo'ldi. Iyongshigan bo'ldi, vaqt tekshiryapsiz endi mana. Ochilish vaqtini aytadi hozir. Pyongyil o'jon ahobshi butda. Yolshi butda. Ketdi bu javob. Bo'ldi, javob to'g'ri. Tur, qayerdan chiqyapti to'g'ri javobi mana. Chumareni tam yolshikkaji Yung Halsuisini pyonaga mana. Dam olish kunida 10 gacha, o'zi 9 dan 9 gacha ekan. Dam olish kuni 10 gacha ishlaydi ekan. Mana dam olish kuni kechroq eshik yopiladi deyapti. O'zi 9 da yopilar ekan, dam olish kuni 10 da yopilar ekan. To'g'rimi? To'g'ri bo'lyapti. Endi buni xulosa qilishingiz kerak bo'ladi, ko'ryapsizmi? Chunki kech yopiladi degan narsani aytmadi. 10 da yopiladi deyapti. Lekin mana xato javoblar aniq chiqdi, to'g'rimi? 9 da 10 deyapti mana. Sotadini sotmaydi deyapti. Ya'ni bor deyapti, mana umuman sotmaydi deyapti. Bugun ishlaydi deyapti, mana ishlamaydi deyapti. Shuning uchun buni hal qilib olsangiz, o'sha javob chiqadi. 4ni belgilaysizda, ikkinchi o'qiyotganingizda bo'ldi. Umumiy o'zi ma'nosi ketib turish kerak shunda. Mana uni ham tahlili bor-ku sizda. Ya'ni umumiy hozir nimalar haqida gapirildi? Vichi manzilda aytayaptimi? Mana ikki kelasiz, mana qilib tushuntiriladi. Mana vaqtda kelsiz deyaptimi? Bironta chegirma mahsulot haqida gapirdim. Bugun kelsiz 30% sel o'lyapti biz magazinda, masalan, badringa yo pomidorga. Yo'q. Vaqt haqida gapirildimi? Necha marta gapirildi? Mana 9 dan 10 gacha deb turib orqasidan yana 10 gacha deyapti. Foydalanadigan vaqt deyapti. Bir necha marta vaqtlar kelyapti, javob 3 degan narsani olish kerak. Bunda yangidan eshik ochdi. Yangi ochilganlik to'g'risida umuman neyongda gap yo'q. 27-28. Polni tekst berilyapti. Tekstda 27 da so'raladi, ikkala odam nima haqida gaplashyapti. Bu ham xuddi 25 ga o'xshaydi. Masalan, bitta narsa haqida gaplashish uchun bu xuddi gapirilayotgan mazmunga suhbatga mavzu qo'yib ber deganda. Masalan, sizlar bilan hozir biz test etish texnikalarini gapiryapmiz, to'g'rimi? Men faqat texnika o'rgatyapmiz, to'g'rimi? Yo bo'lmasa bozorda narxlar haqida gaplashmayapmiz. Mashina qanday va kayfiyatlar faqat mana haqida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Tema haqida. Bunda ham demak, nima haqida gapirilayotganini umumiy tushunishga harakat qilish kerak va javobni o'qib olish kerak. Xuddi endiroqdagi usuldan foydalanasiz. Innan changso bo'ldi. Misulvani innan changso deyapti. Joy bo'lishi kerak. Changso joymi? Joy haqida gapirilish kerak 2-3 marta. Bizning Misulvan mana joyda joylashgan. U joyga mana qilib borasiz, misol uchun. Misulvan esa ilhanan saram deyaptimi? Saram. Bitta odam bir marta bitta odamni gapirib o'tib ketsa, u asha odam haqida gaplashyapti degani emasda. U
u odam gap haqida gaplashish uchun 2-3 marta gaplashishimiz kerak, tushunyapsizmi? Shuning uchun mana saram dedimi, 2-3 marta o'sha odam haqida gapirilishi kerak, eng kamida 2 marta gapirilishi kerak. Uchinchisi, misulgane kalsi innen nal. Bora oladigan kun deyapti. Bunda ham eng kamida 2 marta. Mo kuni bora olasiz, agar u kuni bormasangiz deb turib nimalarlar deyish kerak. Bir marta aytib o'tib ketdimi, o'ylash kerak. Qaysi biri 2 marta gapirilyapti. Misulgane halsu innen il qila oladigan ishlar. Demak, o'sha muzeyda bir nechta ish harakatlar qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Kino ko'ra olasiz, tomosha qila olasiz, sotib ola olasiz degan gaplar bo'lyaptimi? Demak, mana shu javob to'g'ri degan xulosani qilish kerak. Tushunyapsizlar? Ya'ni nima haqida gaplashyapti degani, bitta narsa 2-3 marta takrorlanadi. Endi nima takrorlanishini javobda beradi o'z sizga. Yo joy takrorlanadi, yo odam takrorlanadi, yo boradigan kun takrorlanadi, yoki qilinadigan ishlar takrorlanadi. 28 da neon endrodagi usuldan foydalanasiz. Kim mana ketdi, masalan, namzaning eng musulmoni kaponchogi itta, ko'ryapsizmi? Itta kelyaptimi? Tekshirish kerak shuni. Keyingisi, eng musulmoni inkong'il mandirossayo, kim? Ittavassayo. Namzaning musulmoni kaponchogi issayo, nuqta qo'yasiz. Nimaga? Borib keldim deyaptimi? Mana javob nima degani? Borgan deyapti. Borganmi? Borib ko'rganman degani borgan deganimi? Nuqta qo'yasiz, xato javob aniq bo'ladi. Endi qarang. Yozaning imisulvasi inholman qarang. Shunaqami? Chonin mokkapanninde otda, ani ketdi o'sha, bu bormabdi-yu, mana javob chiqib ketdi. Mana javob ham chiqib ketdi. Bormadim deyapti. Bormagandan keyin u yerdan kiyim sotib ola olmaydi, birinchidan. Ikkinchidan u yerda qo'g'irchoq ham tayyorlamaydi. Mana tekshirib ko'rsangiz bo'ldi endi. Xo'p, Pilton degan joyga tushamiz endi, qarang. Yigit aytayapti. Chega mandim goyeyo. Piltonni sotib olganmisiz? Tayyorlaganman. Menda sotib olgan deyapti. Ketdi bu javob. Umumiy endi mana bitta eshitib turib buni hal qilib oldingiz, ikkinchi eshitganingizda bunga o'tyapsiz. Chonji jumare mizmore katta bo'lsa, bu demak oddiy ma'lumotlar bo'lyapti. Endi misulga haqida mana o'sha. Yora nare chungiga manasa, kirigo chungiro mandan oshina kogotto kuyon hennende. Kugon salsudo itta. Kangoso ham chega mandan goyo, kogiyeso piltongina inkon kattan gotto, mandropolsu itta. Ko'rasizmi? 2 marta eng kamida qila oladigan ish haqida gapiryapti. Javob to'g'ri bo'lyapti. Misulgan esa halsuindan il. Qo'g'irchoq tayyorlasangiz bo'ladi deyapti mana. Ya'ni sotib olsangiz bo'ladi deyapti. Tomosha qilsangiz bo'ladi deyapti. Yoki qalamdon yoki qo'g'irchoqqa o'xshagan narsalarni tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Men ham bormoqchiman. Qachon, qaysi kuni borish haqida gapirilyaptimi? Qayerdaligi aytildimi? Aytildi mana. Misulgani indan changso. Necha marta aytdi? Bitta aytdi, ko'rdingizmi? Shuning uchun eng kam 2 marta chiqish kerak deyapti. Yana bormi injushi indan god qanday boriladi yo boshqalar? Bo'ldi, bitta aytib o'tib ketdi xolos. Kecha men injudagi misulganga bordim dedi, ma'lumotni berdi. Endi ikkalasi nima haqida gaplashyapti deyapti-yu. Endi qayerda ekan injudi desa, inju kira orishida chap qo'lda ekan, o'ng qo'lda ekan desa, endi joy haqida gaplashayotgan bo'ladi. Tushunyapsizlar? Bu bir marta aytib o'tib ketdi, xolos. Endi mana umuman chiqmadi, to'g'rimi? Qalsuindan nal. Kun gapirildimi, boriladigan kun. Jumada, shanbada, yakshanbada bironta hafta kuni chiqdimi? Yo'q. O'zidan o'zi ikkita, faqat bir bilan 4 javob yaqin kelyapti. Nimaga? Chunki joyda gapirdi. Mana bu chiqadi. Yana bitta nima tajribadan joy haqida gap ketganda eso 1-2 marta chiqadi. Aniq. Hali da qo'shimchasi bor-ku, joyga qo'shiladigan. Pangmulgan eso, momo eso, shu esolar chiqadi suhbatda 2-3 marta. Shundan demak bilsangiz bo'ladi, demak changso shekilli. Tushunmasangizda masalan. Bu 27-28 bo'ldi. 29-30 ga qaranglar. 29-30 jicha dialog kattaroq bo'ladi, lekin cho'chimaslik kerak. Bu ham o'zi aslida oson. Bunda bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Ikki kishining suhbati ketadi, mana. Yojaga suyong'il peyogidan iyril ko'rsa. Bu 29-30 da intervyu bo'ladi. Ikki kishi intervyu qiladida, o'zi savolning o'rtasidami, boshida qaysidir qismida qiz yoki intervyu olayotgan yigit savol beradi. Savol berayotganda shunchaki sirazi sababini ham so'rashi mumkin. Ya'ni nimaga suzishni o'rganishni boshladingiz deb turib ve bilan berishi ham mumkin. Ve shijak hessayo. Shu ve shijak hessayo dedimi, shundan keyingi javoblarni tumalab qolish kerak.
ma'noni yechayotgan. Tushunmasangiz. Tushunsangiz o'zi bittada chiqaradi bu narsa. Tushunmasangiz, shu yoki bo'lmasam sirazi nimaga deb demaydi-da, qanday o'zi boshladingiz bu narsaga, qanday kelib qoldingiz deb ham savol berish mumkin. Shundan keyingi javob ham sabab aytilayotgan bo'ladi va Ryogo, Aso, Temmunida sabab qo'shimchalari ishtirok etgan gaplar bor joylarini olsangiz, o'sha ma'noni javobi bo'ladi 29 da. O'qib chiqamiz. Shimjini Chongu Kusyongga tehve iltiq chukadini bita kibuni otasi. Uni ham lekin mana buni birinchi bajarish kerak. Chunki Neyongda tekshiradigan narsasi ko'pda. Mana qarasalam Changniyone Nagatta. Changniyon. Tekshirish kerak. Vaqtni beryapti. O'tgan yil qatnashgan deyapti. Tekshirish kerak. Yozaning Chonhaksakda ma'noni tekshirish kerak. Vaqtda bu ham. Ya'ni o'rta maktab paytida deyapti. Suzishni boshlagan. Yozaning Taundal Suyong tehveye chamka halqom deydi. Tekshirish kerak. Keyingi oyga qatnashmaydi. Yozaning Suyong tehveye esa sangil moppadatda mana. Inkor javoblar bo'ladi-yu, motada, jiyantalar, обязательно tekshirish kerak ular. O'z-o'zidan bermaydi mana shu narsani. Tekshiramiz, ketdik. Kimisi Chongusi tehve ilk chiqadirimnida mana bu joyda sangil moppadatda chiqdi. Birinchi o'rinda olganingizga tabriklayman, deyapti. Kibuni otdasa-yo, yozaning mana 작년에는 발을 다쳐서 대회에 못 나왔는데 ketdi mana. O'tgan yili oyog'i latayapti, chiqolmabdi. Chiqdim deyapti. Ketdi bu javob. O'renin Iroqqa sangil patta mana, sangil pattani beryapti endi mana. Sog'i oldim, mana sangil moppatatda. O'zi birinchisida ela iltingni tushunmasangiz, ikkinchisida yana beryapti. Sangil patatda deb. Bunda sangil moppatatda turibdi. Ikki javob chiqib ketdi. Ne Kronda kimning sonsunin ottokka mana. Qanday qilib boshladingiz? Mana javob chiqadi. Ottokka dedimi? Bunga o'tingda tekshirib oling. Cho'ni hakkotte Suyonkyongil Ponchoga 있어요. 한 선수가 가장 늦게 출발했는데 끝까지 열심히 해서 마지막에는 1등을 했어요. Bu tushuntiryapti-da. Endi qarang. Aso kelgan javobni olish kerak. 그 모습이 너무 멋있었어요. 그 선수처럼 되고 싶어서 그때 수영을 배웠어요. 마시는 javobdan topish kerak. 어렸을 때 본 선수처럼 되고 싶어서 to'g'ri. Ko'rdingizmi? Mana savol kelgan joyini ushlab olsangiz bo'ldi. Mana javob chiqadi o'zi. Biriga bir. Bemalol topsangiz bo'ladi. Endi mana bu joyda Chung Haksengte ham javob chiqdi mana shu yerda mana. Choding Haksengte. Ketdi mana javob. 3 ekan javob. Tushundinglar-a? Savol bormi? Tugadi dediki. Opsa-yo? Xo'p, endi ilgiga o'tamiz. Xo'p, ilgi bu endi bilsanglar kerak. Bu asosan lug'at endi. Lug'at mantiq. Lug'at boyligingiz bo'lishi kerak, ozgina mantiq bo'lishi kerak. Masalan, olma bor, subak yo'q deyapti. Nima haqida gaplashyapti? Meva masalan. Ya'ni Uripan so'ngsangnim kibun namja. Bu saram odam haqida gaplar. Ya'ni albatta bitta, ikkita, uchtadan hint beriladi, javob nima haqida ketayotganligi. 31-33lar. 34larda ham demak, mana bularga qarab turib nimaligini topishingiz kerak bo'ladi. Bular demak oson topa olashingiz kerak. Mana bunda noto'g'risini topishingiz kerak. Noto'g'ri javob. Noto'g'ri javob topayotganda manoni o'qib yurmang, vaqtdan yutkazib qo'yasiz. Sizlar javobdan boshlash kerak. O'qiysiz, shunchaki tekshirasiz. Masalan, Orini imanonil nemnida orin imano. To'g'ri ekan, yig'lasiz. Orinido kalsu itta. Yosh bolalar ham bora oladi. Mana 10 ming to'laydigan bu ham bo'laverar ekan. Ahobshiye chulpar harsu itta. 9 da yo'lga chiqa olasiz. To'g'ri ekan. Tongdemun yo'g'esa kicharal taqoqamnida. Mana bu joyda posi shigampiyo deb qo'y. Ko'rasiz? Avtobusga chiqib ketasiz, mana bu joydan poyezdga chiqib ketasiz deyapti. Mana bu joyda nimani vaqtini beryapti bizga? Avtobusning vaqtini beryapti. Demak, bu avtobus bekati bo'lyapti. Mana bu joyda endi ko'pchilikda demak xato boshlanadi. Neon topayotganda endi ro'dagi usuldan foydalanasiz. Titkili ishladiku. Endi buni yaxshi tomoni sizni ko'zingiz oldida turadi. Titkili eshitib qilish kerak shu narsani. Bunday xuddi shu narsalar tekshirasiz. Ya'ni mana bu javobni buncha o'qib olasizda, qarama-qarshisi bormi, yo'qmi? Shuni topasiz. Agar o'qishingiz tez bo'lsa, mana bunaqa kichkina tekstlarni birinchi o'qib olsangiz bo'laveradi. Lekin tekst kattalashgandan keyin, masalan, neonni topayotganingizda javobdan ketganingiz yaxshiroq.
Chunki siz bitta o'qiganingizda tarjima chiqmayaptimi sizda, vaqtdan yutkazib qo'yasizda, yana qayta tahlil qilib. Undan javobni istab turib, o'sha narsani tepadan qidirish kerak. Aksi bormi, yo'qmi? Shunday qilsangiz Neongda vaqtdan oson yutasiz. Chunki vaqt masalasi u yerda 40 ta savolga 60 minut vaqt bo'ladi. U degani 1 minut 30 sekunddan vaqtingiz bo'ladi. Bitta savolga. 1 minut 30 sekundda siz boshida siz agar tezda vaqtdan yutib olmasangiz, ana 31-33 larda 10 sekund ishlash kerak-da. Lug'at boringiz zo'r bo'lsa, bitta o'qishda tirs-tirs belgilab ketaverasiz. Iloji boricha mana shu 43-44 ga kelguncha vaqtdan yutib olish kerak. Aslida sizda u 60 larda ham vaqtingiz bo'ladi. 70 da ham vaqtingiz bo'ladi. Faqat boshida tezlash kerak. Keyin bitta savolni bilmadingizmi, o'tirmay o'ylang. Keyingisi yo'ting, balkim keyingisini bilarsiz. Undan keyingisi yotib ko'ring. Bitta boshdan oxirigacha borib kelib oling, bilganingizni ishlab oling. To'g'rimi? Masalan, 50 40 ni bilmayapsiz, 50 ni bilsangiz 50 ni javobini yozib oling. Nimaga? Aniq javobda u sizda. To'g'rimi? 43 ga o'ylanib o'tirdingiz. 60 ga boruvdingiz, "Meni bilardim ekan" dedingiz, vaqtingiz yetmay qoldi. Tavakkal qilasiz, to'g'rimi? Bilgan javobingizni ham yutkazib qo'yasiz. Shuning uchun baribir bilmayapsizmi? Vaqt sarflamay o'tib keting keyingisiga. Javoblarda ham shunaqa, mana topolmadingizmi, buni tahlil qiling. Buni topolmadingizmi, bunga o'ting. Buni topolmadingizmi, pastidagiga o'ting. Umuman topolmasangiz, keyingi savolga o'ting. Turmay. O'tib ketavering. Keyin vaqtingiz oshib qolsa, qaytib turib o'ylab olarsiz. Baribir tavakkal qilasiz, o'ylanganingiz bilan, to'g'rimi? Undan ko'ra oxirigacha borib oling. Vaqtingiz oshib qolsa, keyin qayting. Kechi boshqatdan qayerga e'tibor bermadim. Keyin o'ylang. Tekshirib keting, aniq qaysi javobni belgilayapsiz. Xo'p, Neongda 오늘 학교에서 한국어 시험을 봅니다. 저는 어제 도서관에서 열심히 공부했습니다. 그래서 오늘 시험을 잘 봅니다. qani neil 시험을 볼 겁니다 deyapti. Bu joyda 오늘 turibdi, ketdi bu joy. 저는 오늘 도서관에서 갈 겁니다. bugun kutubxonaga boraman. 저는 어제 도서관에 열심히 공부했습니다. ana bu joyda kecha boribdi, bu yerda bugun boraman deyapti. bugun imtihoni bor, u qanday boradi? 저는 한국어 공부를 열심히 했어요. mana 한국어 시험 있어요. shuning uchun 열심히 공부했어요. mana shu javob to'g'ri bo'lyapti. Endi 저도 도서관에서 한국어 시험을 봅니다. endi qayerda? 학교에서 mana joyda o'zgartiryapti, ko'ryapsizmi? Ketdi mana joy. Lekin mana bu joyda astoydil o'qigani haqida 열심히 공부했다 dedi. Mana bu joyda imtihon borligi uchun mana narsani o'qiganini taxmin qilamiz. Lekin shunga javobga bora olmasangiz ham mana javoblar aniq, xatoligi aniqligini topib oldik. Xuddi shunaqa qilib 43 dan 45 gacha ishlab ketsangiz bo'laveradi. Hop. 44, 46. Hop, markaziy fikr 46, 48. Xuddi nimaga o'xshaydi buni ham yechilishi? Tetki qismiga. Endi bunda sizda tayyor oldingizda turadi, shuning uchun hali 2 marta o'ylashni qilsangiz bo'ladi. Birinchi, Neongda yo'g'ini chiqarib oling. Ikkinchisida, ikkinchi marta o'ylaganingizda umumiy javobni qaysini ichiga ola olasiz, shuni topish kerak. Ikkalasini ham qila olmasangiz, mazmuniga tushunmasangiz, shunchaki qaysi so'zlar ko'p kelyapti, bilish kerak. Masalan, 우리 언니는 어릴 때 성역에 좋아하고 혼자 있는 것을 좋아했습니다. 그래서 친구가 별로 없었습니다. 그런데 학교에서 가서 성역도 바꾸고 사람들도 자주 만났습니다. endi 언니는 opasi haqida gap ketyapti. Tehakkor을 좋아합니다. universitetni yaxshi ko'radi. Mazmunda bormi universitetni yaxshi ko'rish? Songyoga cho'yag'o yolg'iz bo'lishni yaxshi ko'rgan ekan, universitet demasa, mana cho'vahada kelyapti, lekin maktabda emas. Xo'p, 친구가 많이 있어요. opasini do'sti ko'p ekan. 사람들도 자주 만납니다. 친구가 없다. Neonga tushyaptimi? Tushmayapti. Neonga tushmaydiganini chiqarib yuborasiz, oson bo'ladi shunda. Tehakkaga qolsa pionetda. Universitetga borib o'zgar deyapti. Xo'p, orilda chemiga opsossa, qarang, qiz yoshlik paytida hobbisi yo'q edi deyapti. Ya'ni, chemiga opsossa, ya'ni qiziqarsiz odam edi deyapti. yoshlik paytida 성격이 좋아하고 혼자 있는 것을 좋아했습니다. mana bu joyda chemiga opsossimida, ya'ni qiziqarsiz edi deyapti. Endi 3 bilan 4 yaqin bo'lyapti javobga, to'g'rimi? Ya'ni mana bu haqida ham gapirilyapti, mana bu haqida ham gapirilyapti. Lekin mana bu mazmunga tushyaptimi? Chemiga opsossayo, ya'ni qiziqarsiz edi. Xarakteri tinch, yolg'iz. Endi qarang, qaysi biri javobni umumlashtira olyapti?
Maktabga borgandan keyin xarakteri o'zgarib, odamlar bilan tez-tez ko'rishadigan bo'ldi, deyapti, to'g'rimi? Endi yoshligida qiziqarsiz edi. Bu javobni ham ichiga ola olyaptimi? Buni o'qing endi. Onning tahakkiga qasab piyonasi universitetga borib o'zgardi opam, deyapti. Ikkalasini ichiga olyaptimi endi? Ya'ni DHKga borishdan oldin chemiy opti edi, qiziqarsiz edi, borgandan keyin o'zgaradi. Ikkalasini ichiga ola olyaptimi? Javob 3 bo'lyapti. Ko'rdingiz, birinchi demak, neonda yo'g'ini chiqarib yuborasiz. Ikkita o'xshash javob bo'lib qolsa, qaysi biri ikkinchisini ichiga ola oladi? Shuni o'ylaysiz, ana shu markaziy fikr bo'ladi. Xo'p, endi osonroq versiyalari ham bo'lib qolishi mumkin. Mana unga o'xshagan. Cho'dan hakyo cho'rop ve kim so'ng sengning momman nastayo qani. Kim so'ng sengning momman nastayo. Ibon chumare kim so'ng sengning mannaro qalqomnida. Palle chumare olmayan cho'kkessayo. Kim so'ng sengning degan javoblarni qoldirish kerak. So'ng sengning. Endi qarang, mana javoblar chiqararsiz bo'laveradi. Nimaga? Markaziy fikrda xuddi tepada aytilgan fikr bir necha marta qaytariladi ko'p. Kim so'ng sengnim deb 2 marta gapirdi, to'g'rimi? Demak, markaziy fikr kim so'ng sengnim haqida o'zi 3 ta gap gapirdi-yu. 3 ta gapidan ikkitasi kim so'ng sengnim haqida bo'lyapti. Endi 3-chi gapi ham o'zi kim so'ng sengnimga aloqador. Endi mana bu joyni tekshirasiz. O'qituvchi bo'lmoqchimi, kim so'ng sengnim bo'lmoqchimi, ko'rmoqchimi? Mannada ko'pincha podaga sinonim bo'lib keladi, to'g'rimi? Ko'rishgani boraman, deyapti. Orqasidan masalan, ko'risha olmadim. Keyin safar ko'rishgani boraman. Tezroq shanba kelsa yaxshi bo'lardi, deyapti. Javob 2 bo'lyapti. Umuman tushunmagan taqdiringizda ham masalan shuni belgilab oladigan bo'lsangiz ham 50-50 bo'ladi-da variantingiz. Shunaqa savollar bo'lib qoladi, faqat bitta qatorda bo'ladi xolos, tepada chiqqan, ko'pgina chizganlaringiz. Masalan, mana savolni qarang. Tingsanil haro, tingsan hada jejudoya vasso. Qronde onil piga vasso, tingsanil mothetta. Mana tingsan haqida gap ketyapti. Tingsanli javobni qoldirish kerak. Xo'p, mononda bor ekan, mononda bor ekan. Muokalasida tingsan bormi? Ketdi, 50-50 qoldi variant. Endi toqqa chiqish qiyinligi haqida gap bormi? Bironta neonda bormi? Qiylandim, qiyin ko'tarilayotganda bu yo'q. Bu neonda yo'q. Ana mana bu neonda bor. Toqqa chiqaman degan neonda bormi? Javob 1 bo'lyapti. 4950 da nima qilishingiz kerak? 4950 da o'sha bu yog'i pinkan cheyugi mana kaoslar beradi-da, kaosga mos javobni topishingiz kerak bo'ladi. Endi bunda umumiy neonda topayotganda birinchi buni ham neonda ishlab oling. Neon topayotganda tekshirsa bo'ladigan narsalar bor-da. Sirazi masalan javobdan ketsangiz bo'ladi. Deylik, bab o'qiganingiz bilan tushunmayapsiz-da mana shuni. Mashidan boshlab endi mana javobdan ketish kerak. Masalan, chonin onil jiyongshiril chibe chode hessimida. Mana men jiyongda taklif qildim, tekshirish kerak. Jiyongshining chechingbujingini jinani chova chen nampiyoni jiyongshiga ko'rinishiga qasimida kirasa onil jiyongshi pubuga chova nampiyoni chibira. Bo'ldi, mana javob chiqib ketdi. Chunki kim kimni uyga taklif qilyapti? Men deyapti bu joyda. Mana bu joyda jiyongshini pubusi, ya'ni ikkala er-xotinlar bularni chaqiryapti. Ko'ryapsizmi? Ketdi bu. Jiyongshining onilchi nampiyonil momman nastayo. Men erimni ko'risha olmadim, lekin menda erim bilan borgandim, uyga taklif qildi, deyapti. Biz Jiyonshini uyga bordik, deyapti. Mana javob ham chiqib ketdi. Eri bilan borgandan keyin ko'rishadi, to'g'rimi? Uchinchisi, chonin onil Jiyongshiga keronshik sajinil patta, sajin degan joyni istashingiz kerak. Sajin. Sajindo hamke patta. Demak, mana shu javob to'g'ri ekan. Buni qarang. Jiyongshining onil chova shiktangaso pabil mo'g'assayo, shiktangaso pabil mo'g'assayo. Pabil moqdan topaman. Pabil moqta. Mana imshik mashikka mo'g'atda. Qada chip. Jiyongshi chibil kugyo haqo Jiyongshi pubuga mandan imshik. Bo'ldi. Menda oshxona deyapti, menda uy kelyapti. Ovqatni uy deyishyapti, u yerda oshxona deyapti. Endi mana bu joyda qarang. Kugyon hada degan so'z beryapti-da, grammatika beryapti. Tomosha qilmoq degan. Endi buni mana bu yerda o'zini o'qib qo'ysangiz bo'ldi. Birinchi neonda xuddi shunaqa topib olganingizdan keyin shunda kaosni bo'lingda. Mana shuni endi tarjima qilishga harakat qilish kerak. Urining Jiyongshiye chibil, biz Jiyongshini uyini tomosha qilib Jiyongshi pubuga mandan imshigil mashki mandan. Uni ayoli tayyorlagan ovqatni maza qilib yedik. Tushyapti? Tomosha qilib, maza qilib yedik. Ya'ni birin-ketin ish harakatlarni bog'layotganda, demak, go'dan bog'langan edi. Xo'p, haro degani maqsadida, yana degan qo'shimcha, to'g'rimi? Bundan keyin обязательно kada oda kelish kerak.
iro kada oda bo'ladi yoki tanida bo'ladi. Bo'ldi, hech qanaqa undan boshqa fe'l kelmaydi. Bu javob chiqib ketadi. Chunki kada oda yo'q. Kugyonghanin jiyongshi, ya'ni tomosha qiladigan jiyongshi bo'lib qolyapti. Bu ham bo'lmayapti. Kugyonghedo tomosha qilsak ham dedimi? Mana bu joyda negativ kelishi kerak. Ya'ni masalan jiyanta, mothada shunga o'xshagan. Do mana hedo, ado, odo deyildimi? U yoqda teskari narsa keladi. Buni o'rganib chiqishingiz kerak. Lekin tarjimasini qo'yib ko'rasiz. Masalan, mana grammatikalarni o'rgangansizlar, to'g'rimi? Shu grammatikani qo'yib, mana shu gapni tarjima qilib ko'rasiz. Qaysi biri tabiiy chiqsa, o'sha javob to'g'ri bo'ladi. Grammatikani topayotgan. Nechiga keldik? 49-50. Xo'p, 51-52 da ham xuddi shunaqa. Endi 51-52 da mana qanaqa narsa beryapti. Qarang, krona, krotchiman. Nima degani krona? Krona nima degani? Ammo degani, to'g'rimi? Krotchiman. Shunaqayu lekin. Qarang, ammo shunaqayu lekin deb masalan ikkalasini ham qo'llay olishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri, o'ziga xos jicha farqlari bo'ladi, lekin birini o'rniga foydalansangiz katta ma'no o'zgarmaydi. Bu degani bu javoblar chiqarib olsangiz bo'laveradi degan. To'g'rimi? Krona tushgan joyga bu ham tushib qolaveradi-da. Demak, javob yo kredo ekan, yo kromyon ekan. Endi kredo kelyaptimi? Bu yog'i negativ bo'lishi kerak. Samilton ham pilli suytda negativ emas ekan, u ketdi mana javobdan. Javob mana ekan. Kromyon ekan. Kromyon nima degani? Shunda degani, shunda degan qo'shimcha, shunda. Shunda deyish uchun oldida nimadir harakat qilinishi kerak, to'g'rimi? Shunda nimadir bo'ladi. Bu yerda aytayapti, telefon nomeringizni yozib topshirasiz. Shunda 3 kun davomida tekinga foydalansangiz bo'ladi. Kromyon degan javob shu. Tushundinglar-a? Neyongda endi radio usuldan nima haqida gapiryapti ekan, qarang. Buni tepada ko'rdik. Ko'p nima haqida gap ketish kerak? Qani, sotib olishning sababi bir necha marta takrorlanishi kerak. Ya'ni nima haqida gapiryapti degani chuje. Mavzuni topdi ekani, mavzu. Mavzu nima? Bitta o'qib chiqsangiz boshdan oxirigacha nimaligini bilasiz. Endi arzon sotib olinadigan joyda gapiryaptimi? Kiysangiz yaxshiligi nima yoki pillini pangpopmi? Endi pillidan keraklishi necha marta kelarkin pillidan. Temonim deydi. Hamma ichiga ina samushirsa pilli suitda. Hamma gol ko'rga ina chona pora sosonem deydi. Samil dongan mudora hamma gol pilli suitda. 2 marta kelyapti. Yana nima 2 marta kelyapti? Sotib olishda sababi kelyaptimi 2 marta? Yoki kiysangiz yaxshi tomoni haqida gapirilyaptimi biron joyda yoki arzon sotib olishda bir necha marta gapiryaptimi? Bu javob pillini pangpop ekanda. Mana qanaqa qilishni o'rgatyapti, to'g'rimi? Mana ismlaringizni yozasiz, topshirasiz, shunaqa qiladigan bo'lsangiz 3 kunga ola olasiz, deyapti. Bu qarzga olish uslubi. To'g'rimi? Xo'p, 52 da nima haqida gapiryapti desangiz, xuddi shu usuldan yondasangiz bo'ladi. Buni o'zini mana shu joyda o'zini shunday kesasizda, mana shu mana gap bilan mana gapni kesib turib, bitta o'qisangiz chiqaradi o'zi bu. Ya'ni umumiy mazmun shart emas demoqchiman bunga. Xo'p, endi yana xuddi shunaqa endirodanga o'xshab bitta so'z berilyapti bizga. Himdilla degan so'z berilyapti. Qiyin degani, to'g'rimi? Xo'p, miyon shart qo'shimchasi. Qiyin bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Orqasidan nimadir kelish kerak. Himdilgona yoki keldimi, marta yana bitta sifat kelish kerak. Qaraysiz. Himdildan keyin sifat bormi? Yo'q, ot kelyapti. Mana tushmaydi ekan. Himdilga, xo'p, himdil jiman. Qarang. Endi jimanda plus minus bo'lish kerak. Oldini bitta qarab olasiz, qarang. Himdilda o'zi qiyinmi? Chemitdachi? Qiziqarli. Plus minusmi? To'g'ri ekan javob. Mana himdilda qiyin deganimi? Chemitdachi? Ya'ni so'zning xarakterini ham bilishingiz kerak edi. Masalan, himdilda qiyin degani salbiy so'z. Chemitda degani ijobiy so'z, to'g'rimi? Qiziqarli. Ijobiy salbiy bo'lyaptimi? Ijobiy salbiyni nima bog'laydi? Chiman. Javob to'g'ri ekan. Mana bu roq degan qo'shimcha. Mana bu endi neyon. Neyongda o'rgandik-a? O'qiysiz, siz tezroq qayda kelyapti. Masalan, chonin tegin hago xonjongdog'il hamida ketdi. Tegin hago, tegin xuechinga belpin. Mana chingu dilgva mo'yimil hamnida urinin o'qu mo'yosa badmintonol chimnida. Biz deyapti, biz.
Men bitta o'zim deyapti mana. Yolg'iz ketdi bu javob. Shunaqa qilib o'qib istab topib ketaverasiz. Ichida bo'ladi aniq. Xatosi. Endi ana 3tasini chiqarib olsangiz, o'zi hali bitta qolib ketgani javob bo'ladi, belgilab ketaverasiz. Xo'p, 55, 56. 56 da xuddi shunaqa kaos bo'lyapti-da, endi qarang. 4 xil narsa berilyapti, to'g'rimi? Endi umumiy mazmunni tushunishga harakat qilish kerak. 4 xil narsa berilyapti. Mo'mi anchonil, iril bappilti, imshigil mandilti, kage kalti, mo'mi ancholti. Endi umumiy mazmunni tushunganingizda nima qo'shdi taxmin qilsangiz bo'ladi. Neyongda endi oddiy usuldan foydalanib, bitta-bitta tekshirib topsangiz bo'laveradi. Saramdiri yonig'i cho'ng'iga chalil mashimnida q chungeso nimadir bo'lgan paytda mashimyon cho'g'in chaga issayo. Nimadir bo'lgan paytda ichsangiz yaxshi bo'ladigan choy bor ekan. Endi mana bu joyda insamcha qorningiz og'riganda, mana bu joyda chamilmut chalta uxlanmayotgan paytingizda yoki bo'lmasam xuddi mana bularni endi o'ylaydigan bo'lsangiz, mana ular qaysi javobga yaqin? Ya'ni do'konga boradigan paytda ichish to'g'risida gap ketyaptimi? Ishingiz band bo'lgandami? Ovqat tayyorlayotgan paytingizdami? Taningiz yaxshi bo'lmagan paytdami? Yaxshi uxlay olmasligingiz, qorningiz og'rishligi, tanani og'rishi bilan bog'liqmi? Umumiy xulosa qilganda demak javob to'g'ri bo'lyapti. Mo'mi anchovilte mashimyon cho'nchaga aytdi. Ya'ni taningiz yaxshi bo'lmagan paytda ichsa bo'ladigan choy yaxshi deyapti. Orqasidan unga otlar kelyapti. Mana uni tekshirsangiz o'zi chiqadi. Kana dara. 57-58 ni nima qilishingiz kerak? Demak, kami, rami. Ikkita imkoniyat beryapti o'zi, yo bu bir ekan, yo bu bir ekan. Bittasini tekshirsangiz variant 50 qoladi. Chonin yo hengil kamyon ginyon pomul ko'k samnida. U bo'lishi mumkin. Kinyomim chungiz ha yo heng han changsoy kirime innin qobil churo samnida. Endi suynellarni ichida asosan mana qanaqasini sotib olaman. Bu birinchi gap bo'lmayapti, to'g'rimi? Demak, mana shu javobni chiqarib olsangiz bo'ladi. Demak, qa'dan boshlanyapti. Endi ikkinchi bo'lib, nami, rami degan savol. Qarang, mana bu joyda kinyon pum siraz mana bu joyda kelyaptimi? Kinyon pumni ichida deyaptimi? Undan oldin kinyon pum haqida gap ketish kerak degan. Demak, qa'dan keyin ra kelish kerak ekan. Javob 2 ekan. Bu bitta yondashuv. Yana bittasi bor. Masalan, qiyin savollar ham chiqadi. Bu osonroq ekan. Qiyin savollarda bir-biriga bog'lanmay, ya'ni birdan keyin ikkini topa olmaysiz. Na ham choradiganga o'xshaydi, ra ham choradiganga o'xshaydi. Nima qilish kerak? Ikkita bog'lig'ini aniq bo'ladi. Ikkita bir-biriga bog'liq bo'ladi. Savol. Masalan, mana ta'menin chigimkachi deyapti, ya'ni kelasi safar hozirgacha deyapti. Ya'ni vaqt haqida gapirilyapti. Bu ikkalasi bir-biriga bog'liq degan. Yoki mana savollarni qaraydigan bo'lsangiz, kirokki hamyon deyapti. Shunday qilsangiz, undan oldin demak, nimadir qilish kerak. Shunday qilsangiz, shilsurul churlisu ipda xatoni kamaytira olasiz, shunday qilsangiz deyapti. Nima qilish kerak? Mana nima qilish kerakligi mana aytilyapti. Mana unda nima qilish kerakligi aytilyaptimi? Mana sabab aytilyapti. Mana yerda nimadir qilsangiz yaxshi emas deyapti. Ya'ni masalan, chehvega sevjango iril hamyon cho'tchi anta. Nimadir qilsangiz yaxshi emas deyapti. Shuna qiladigan bo'lsangiz xatoni kamaytira olasiz deyapti. Ya'ni qanaqadir usul haqida gapirish kerak, to'g'rimi? Usul haqida ikkita gaplar. U degani nadan keyin ka kelish kerak degan. Nadan keyin ka kelgan javobni olsangiz ham chiqaradi. Nadan keyin ka bitta to'rda kelyapti, ko'ryapsizmi? Mana. Birinchi javobni ham hali topganim yo'q, lekin ikkita bog'liqni topdim mana. Nadan keyin ka. Yana qayerda kelyapti? Nadan keyin ka. Hech qayerda to'g'ri ekan javob. Gap nimadan boshlanyapti mana? Reja qilmasdan ish boshlaydigan bo'lsangiz yaxshi emas. Ishlayotgan paytda xato tez-tez qilganligi sabablidir. Oldindan qiladigan ishlaringizni yozib qo'ysangiz bu yaxshi usul. Shuna qiladigan bo'lsangiz xato qilmaysiz bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Ikkita bog'liqni topib olsangiz javob chiqish ehtimoli ham katta. Mana bu joyda javob bir-biriga bog'liq bo'lyapti. Qanadani ham unaqa unchalik qiyin emas. Ichida o'zi bo'ladi. Ya'ni ikkinchi qismda orqada kelayotgan boshida qaytariladi yoki bo'lmasam ichida bir-biriga oid o'xshash bo'ladi. Keyin yana bitta vasiyatda birinchi gap qilib turib, ka bilan da'ni beryapti, masalan.
K'ni ichida mana krotke, k, i degan ko'rsatish olmoshlari bo'lsa, mana shu javob hech qachon birinchi bo'lmaydi. Chiqarib olasiz. Tushundinglar-a? 5960 nima qilishingiz kerak 5960 da? Mana bu gapni qaysidir bitta qismga qo'yib berishingiz kerak. Mana gapni manonganmi, bu yerganmi olib kelib qo'ysangiz, matn to'liq bo'ladi. Endi siz buni qo'yish uchun nima qilishingiz kerak? Mana buni birinchi qismni ichida ikkiga bo'lib olasizda. Mana tarixni, mana chet tilida tarixni tushuntirib berdi. Birozdan keyin Vyetnam odam keldi deyapti, to'g'rimi? Ya'ni Vyetnam odam kelishligi uchun undan oldin Vyetnam odam chaqirilishi kerakmi? Xo'p, endi tarixni tushuntirib bo'lgandan keyin o'sha tushuntirilishni to'g'risida orqasida kelish kerak. Tushunyapsiz-a? Xo'p, shuning uchun bitta o'qib ketaverasizda, demak, teguk odam kelishidan oldingi paytda o'ylaysiz, kelish payti. 저는 대구 친구하고 어제 역세방문에 갔어요. 친구는 한국어를 잘 못합니다. Do'st kelyapti. Do'st haqida sirasiz ma'noda kelyapti. Bu bir-biriga tushyapti, bu yerga tushmaydi ekan. Ammo u muzeyda chet tilida tushuntiriladigan servis bor. Endi do'stim 태국어 설명 서비스를 신청했어요. Mana nimadir qildi. 태국 설명, mana 태국 설명 서비스 신청했어요. Ya'ni chet 태국 degani Tailand tili. Tailandcha tushuntirishga ariza topshirdi. Topshiruvdi. Mana bu joyga tushyapti endi Lga. Va birozdan keyin teguk odam kelib, chet teguk tilida, ya'ni Vyetnam tilida, Tailand tilida tarixni tushuntirib berdi. Endi tushuntirish haqida gapirilyapti. Tushuntirish juda ham oson va qiziqarli edi. Ko'rdingizmi? Oldiga ham, orqasiga ham tusholyapti. Shuning uchun javob L bo'lyapti. Neyongni endi tepadagi usul. O'qiysiz, sirasi topib ketaverasiz. Xo'p, endi kada fe'li bilan demak grammatikalar berilyapti. Kangot katta, kamyon andeda, kalsu opta, kagiro hetta. Shu joyni olasizda, punigida chokko imshikdan mashi sosa, urinin tameto yana borishga qaror qildik. Kagiro hetta. Kalsu opsimnidan tushmaydi. Chunki mana bu joyda qalbimizga yoqdi, keyingi safar albatta yana bormoqchimiz deyish kerak, to'g'rimi? Kagoshibda bormi? Yo'q. Kangot katta, bu ketdi, ta'me deyapti, qarang, ta'm. Mana ta'm. Kelasi safarmi? Mana gan degan grammatikami? Ganga o'xshaydi, o'tgan zamonmi? Kamyon andem deydi. Bu ham negativ bo'lyapti. Chunki mana pozitiv narsani gapiryapti. Yana degandan keyin yana pozitiv kelish kerak. Ammo ular o'zi negativ bo'lyapti. Shuning uchun javob to'g'ri bo'lyapti. Giro esa. Endi buning uchun grammatikalarni o'rgangan bo'lishingiz kerak. Yoki hech bo'lmasa xarakterini bilishingiz kerak. Zamoniga qarashingiz kerak. Zamoniga qarasangiz ham o'zi hech bo'lmaganda bitta ikkita javob chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana hozir masalan keyingi safar deyapti-yu. Mana o'tgan zamonda endi mana yerda giro hessimnida deyapti, hessimnida. Lekin giro hadani bilmasangiz, masalan, bilmagan odam o'tgan zamonda turib chiqarib olishi mumkin-da. Lekin aslida kelasi zamonda ham ishlatiladi bu. Chunki ishga qaror qilmoq degan grammatika. Masalan, men ertadan koreys tilini o'rganishga qaror qildim desam, o'tgan zamonmi bu? Hali qilganim yo'q-ku, o'rganmadim u. Ya'ni kelasi zamonda ish uchun qaror qilib qo'yaman, lekin hali bajarmagan bo'laman. Shuning uchun grammatikani o'rgangan bo'lishingiz kerak bu yog'iga. Lekin neyong oson-ku, to'g'rimi? Ichidan topsangiz bo'ladi-yu. Ikkita savoldan bittasi hal bo'lyapti-yu, masalan. Buni bilmaysiz deylik, bularni qo'yib ko'ring, qo'yib tarjima qilib ko'ring, ma'no chiqmayapti. Buni qo'yib tarjima qilish kerak. Buni masalan qanaqadir usuli yo'q. Просто tarjimadan chiqadi xolos. Nimaligini bilishingiz kerak endi buni. Grammatikani. 100 ta 120 ta atrofida bo'ladi rosa bo'lsa. Bu ham oson usul nima testlardan, lekin ko'pchilik bilmayman, mana shunda ham adashadi. Sizlar yechasizlarmi buni, adashasizlarmi? Hech ko'rganmisizlar? Ko'p topasizlarmi? Xo'p, nimaga yozdi deyapti. Boshqa odam bilan shortingni alishtirmoqchi, Changbaji chumul chiso har yo'g'i nima atkaz qilmoqchi, Changbaji qabul qilgan narxini surishtirmoqchi, yetib kelish sanasini so'ramoqchi deyapti. Endi yetib kelish sanasini so'rash uchun qachon keladi degan savol bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Chumaran osil onjetchin padil suyitdi. Qachon ola olmayman? O, javob to'g'riga boryapti. Qanday osil ibimdan cho'kkazsa mana. Chumara yohangil qanday k osil ibimdan cho'kkazsa yo, internetda zakaz qildi. Itilchora internet shopping bilan chavanchilar chumanesa yo. Hop, zakaz qildim. Almashtirish haqida gap yo'q, to'g'rimi? Pakkuda alishtirish, giyohvand hada yo'q, to'g'rimi gapda? Bo'l, mana javob chiqib ketadi. Chiso qilmoqchimi bu? Birom qilgan narsasini bekor qilmoqchimi? Yo'q. U qachon kelishini surishtiryapti. Nimaga? To'yi bor ekan, to'yga kiyib bormoqchi masalan. Yoki sayohat. Shuning uchun javob to'g'ri bo'lyapti bunda. Neyongni tekshirib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta o'qisiz tekshirasiz. Masalan, Mo'g'yoylar yohangil kamnida deyapti. Sayohatga qachon boradi? Mana yohangil kaninde chumar ekan, ketdi mana javob. Yetirmi deyapti Mo'g'yoylar. 10 yil i chongbachilik sasay. Bugun sotib oldim. Itil choni sasay. Internet shopping mall esa internet shopping mall sasay. 3 ekan javob. Mana bu joyda Sobis sentoya chona hanchogi opta. Mana bu joyda chumunesa mana. Chona henninde ampadaso kirsosa. Telefon qildim, olmaganingiz uchun yozyapman bo'lyapti. Hop, 65. Hop, ihengsa neyongni tekshirasizlar bitta. Bu yerda chamkabiga saso, chibeso halsu isoso, programmi tayong heso, chumariya halsu isoso. Umumiy mana har xilli javoblar kelayotgan paytda umumiy ko'proq nima haqida gap ketayotganiga ahamiyat berishlik kerak va o'sha javobdan istash kerak. Tushunyapsizlar? Bitta tepada chiqdi haligi tanam yaxshi emaslik paytda ichadigan choy. Orqada tanasini yaxshi emasligi, qonni og'riyotganini gapirdi, boshi og'riyotganini gapirdi, to'g'rimi? Ashundan xulosa qildi, ha, tanasi yaxshi emasmikin degan. Demak, mana javob bo'lish uchun chamkabiga sada bo'lishligi uchun, sasoligi uchun uni arzonligi haqida bir necha joylarda gapirilish kerak yoki chibesa halsu isosa uyda qila olish kerak o'sha narsani. Yoki bo'lmasam programmalar turli xilligi to'g'risida gap ketish kerak yoki chumariya halsu isosa. Shanba-shanbada bora olgan. Mail majimak suyayli injushi yapesa chegil ilgishchidalarning hengsalar hamida hengsanin nimadir bo'lganligi uchun odamlar orasida mashhur ekan. Yangi kitoblarni tomosha qilsangiz ham bo'ladi. O'zingiz o'qigan kitoblarni boshqa odamlarga ham arzonga sotsangiz bo'ladi. Mana bu joyda chankabiga saso deyapti. Neyonga tushmayapti bu. Yumyonghan chakka va insani nanonin programdo issayo hengsaye tanyovaso nikkin hosil homepage yo'simyon sommuldo padilsu issayo. Qaysi javob deb o'ylaysizlar? To'rt. Shanba-shanbani gapirdimi? Suyo yil deyapti-yu. Bu nima tushmaydi? Ha, programmi tayang hisob. Ya'ni har xil programmalar bor ekanmi? Mana hozir bolalar har xil narsani tomosha qila oladi ekan, o'zi o'qigan kitobni boshqa odamga sota oladi ekan arzonroqqa. Va mashhur nimalari bilan, yozuvchilari bilan salomlashadigan programmasi ham bor ekan. Demak, o'sha 65 kelgan, 52 da kelgan o'xshagan savollarga umumiy mazmunga qarashga harakat qilish kerak. Shunda topsangiz bo'ladi. Unda ham lekin javobga tushmaydiganini chiqarib olsangiz, osonroq topasiz. Mana bu joyda eng so'z oson. Bu ham sal nisbatan oson qara mana bu joyda. Orini yusani namasmi, o'zini pamyon dinchoga piji namnida. Gapni egasini topish kerak bunda. Kiriga sonchabi botanal nurimyon nores soriga naumnida. Sori bilan pit to'g'risida ketyapti. Sori pit mana javob. Mana sori bilan pit haqida gapirilyapti. Iroqqa bunday deyaptimi? Qanday? Mana olarni gapirilishi kerak. Bunaqa, demak, nuri bilan ovozi chiqqanligi bolalar yaxshi ko'radi. Botan usanlarsimyon ayiga bo'ldi. Manalar umuman tushmaydi. Chunki yeppin krimitsinika chiroyli rasm haqida gap yo'q tepada. Yorosekkallo pionhanika turli xil ranglar bilan tasvirlanganligi haqida gap yo'q. Kigi va mugega choktan hanika. Kattaligi va og'irligi yetarlicha bo'lganligi uchun deyapti.
쉽게 알 수 있습니다. 또 튼튼해서 오래 살 수 있습니다. 그래도 다른 우산보다 좀 비싸지만 인기가 있습니다. Mana buni demak osongina tekshirib qo'ysangiz bo'ladi neonni. Qarang, usanil yakheso qo'janginamni yakhada nima degan? Yakhada. Yo'q, yakdori degani, yakhada degani nozik degani. Lekin bu joyda zo'ntikni nima dedi? Tin hada dedi. Bilmagan taqdiringizni ham qarang, mana. O'resen suyitda ko'ryapsizmi? Qo'jangi chalinamnida deyapti. Qo'janglardanni bilasizmi? Yakadani bilmayapsiz. Qo'janglardanni bilasiz. Mana uzoq muddat foydalana olasiz, mana buzilib qoladi deyapti. Teskarimi? Xo'p, buni ham bilmadingiz deylik, asosida oling mana. Asosida oldidan nima kelyapti? Tin hada kelyapti. Bu joyda nima kelyapti? Yak hada kelyapti. Ikki xil narsami? X chizish kerak. Sonchabe cho'k joylashuvini aytyapti. Usane sonchabe cho'k. Sonchabe cho'k. Mana bu joyda nima deyapti? Vichok. Mana PG nada, vichok, sonchapchok ketdi bu joy. Kagyog'in pistada. Kagyog'in pissada. Mana. Pissada, mana javob tur ekan. Bolani manzilini bilsangiz bo'ladi deyapti. Mana bu joyda ham ayga odinninji shipkal suyitda. Bola qadaligini osongina bilsangiz bo'ladi deyapti. Hop, oxirgisi 69 70 da. Hop, bunda demak umumiy mazmun tushunishga harakat qilish kerak. 이사를 가시게 되었습니다. 저로 도와주려고 하셨습니다. 선물을 받아보셨습니다. 아이를 데리고 오셨습니다. 우리 가족은 1년 전에 한국에 왔습니다. 저와 아내는 회사에 다니면서 아이를 돌보는 것이 그렇습니다. 이것은 알고였지. 나는 할머니가 자주 돌보셨습니다. 아이는 할머니를 좋아했습니다. 그런데 할머니가 갑자기 deyapti. 갑자기 nimadir bo'libdi. Bolalar ma'ni urosdi, yig'labdi keyin bolalar. Halmoni va Heyochida ajrashyapti ekan. Demak, u buva nima bo'lish kerak ajrashish uchun? Ketish kerak, to'g'rimi? Qaysi javobda turibdi? Ketish javob qaysida turibdi? Ketish. Ikkida turibdi mana. İsaril kashiga deyapsiz. Ya'ni ko'chib ketadigan bo'ldi degan javobda chiqyapti javob. Javob 2 bo'lyapti. Endi 내용으로 알 수 있는 것과 무탈 주제, mavzu nima bo'lyapti? I 내용ga qo'yish kerak birinchi. Keyin umumlashtirish kerak. 아이 우리의 부모와 헤어져서 슬펐습니다. 부부. 이 yerda 할머니 edi, to'g'rimi? 아이는 할머니와 함께 있는 것이 좋습니다. Nuqta qo'yib turamiz. Halmonining ayiva 같은 집에 bitta uydanmidi? 옆집대다 mana bu joyda qada keldi mana. 할머니는 아이의 선물을 받고 기분이 나빴어요. kayfiyati yomon bo'ldi. Qani 선물을 받고 눈물이 났어요. mana. 그림을 선물했어요. 그 그림에는 할머니와 아이가 있었어요. 할머니는 눈물이 흘렸었어요. 아니 ko'z yoshlari oqibdi, lekin u hapa bo'lib ko'z yoshmi yo quvonch ko'z yoshlari? Quvonch ko'z yoshlari. Shuning uchun demak mana bu javob ham xato bo'lyapti. Mana bu javob to'g'ri bo'lyapti. Endi mana ikkalasi yaqin bo'lyapti, lekin umumiy holat qaysi bo'lyapti? Ikkalasi bor bo'lgan vaqt yaxshi edi bo'lyapti. Shundan demak javob 2 ga olib boryapti. Xo'p, savollar bo'lsa. Yo'qmi savollar? Bo'ldi, tugadi. Shularni aytmoqchi edik. Endi yana qo'shimcha maslahat, ko'proq so'z boyligi bari muhim. O'zi 2000 ta so'z yodlashinglar kerak. Shunga ham erikib ko'pchiligimiz yodlamaymiz. 2000 ta so'zni bo'ling 30 ga, bir kunda 30 ta yodlay olasizmi? Bo'ling. Qancha bo'ladi? 30 tadan bo'lsa 2000 tani 65 mi? 65 kun bor, 63 kun. 1800 ta bilan replasa bo'ladi. 60 ta deylik, 60 kun deylik, 2 oy.
2 oyda demak olsa bo'ladi deganida. Agar boshlang'ich masalan o'qishni yozishni bilsa. 100 ta grammatikani ham 2 oyda bo'lsangiz hech qanchadan tushmaydi. Kunduzga 5 tadan 4 tadan grammatika o'rganasiz degan. Faqat asli 30 ta yodlab olasizmi, yo'qmi? Shu narsa. So'z yodlash kerak. Har kuni обязательно. Mana hozir ham 1 oy vaqt bor 19-oktyabrgacha. Prosta texnikani o'zi bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Shuning uchun обязательно mohiyatga yetib olish kerak. Bular endi qo'shimcha tezlashtirib beradigan, qanchadir yordam beradigan usullar. Lekin baribir aslida qanchalik tushunib yecha olsangiz, shuncha yaxshi keyingi etapda. Keyin masalan maqsad faqat to'piy olish bo'lib qolmasin-da. Maqsad koreys tilini o'rganish bo'lsa, to'piy olarasiz, o'zi kelaveradi natija. Ketganingizda ham yutkizmaysiz-da. Mana ko'pchilik to'piydan keyin o'qimay qo'yapti, to'piy 2 ni olib. Borib turib yana boshqatdan o'qiyapti, yozyapti, internetdan darslar ham o'rgatinglar. Nimaga borgandan keyin koreyscha gapira olmayapti? Ishlash kerak ertaga, ish topish kerak, koreys bilan muloqot qilish kerak, ularni qila olmayapti. Shuning uchun faqat maqsad bu yerda to'piy olish bo'lib qolmasin-da. Qayerda o'qiyotgan bo'lsanglar ham birinchi demak koreys tilini zo'r o'rganish bo'lsin. Ishlatinglar ana shu narsani. Siz prosta ma'lumotni oldingizmi? Mana bugun ham qanchadir ma'lumot o'rgandinglar o'zingizlar uchun. Borib ishlatib ko'rmasanglar sizdan chiqib ketadi. Aniq. Chunki odam eshitgan narsasini 7% ni eslab qoladi xolos. 7%. Mana bugun eshitdinglar, ko'rdinglar, 7% qoladi. Borib takrorlamasanglar. Qo'llamasanglar sirasi amaliyotda. Shuning uchun eshitishni o'zi yetmaydi-da. Ana so'zni ko'pchilik yodlab, quruq yodlab ketadi-da, darsda ishlatmaydi. Gapirish kerak darsda. 2B da tugatgandan keyin gaplasha olish kerak bo'ladi. 2B. Elementary, pre-intermediate darajaga to'g'ri keladi desangiz, bemalol o'zini tanishtirib, bitamda koreys kelsa, qayerdan kelding, qachon kelding, koreys tili o'rganyapmanmi, Koreya qanaqa, bilish kerak deydi. Chunki 2B gacha asosiy grammatika o'tib bo'ladi, hammasi. Masalan 2B gacha o'qiganlar bo'lsa, masalan, xohlagan gapingizni ayting, men hozir 2B darajasida o'sha gapni koreys tiliga tarjima qilib beraman. Bo'ladi-da chunki. Ko'chirib o'zlashtirma gap qoladi xolos sizlarga 3 oyda o'tiladi endi. Kimnidir gapini boshqa birovga yetkazish. Ashini qilib olsangiz bo'ldi, hamma bunaqa to'ladi sizda o'sha bagaj. Shuning uchun faqat test yechish bo'lmasin maqsad, koreys tilini zo'r o'rganish bo'lsin, test o'zi yechilaveradi. Siz bemalol tushunib gaplasha olyapsiz ekan, mononimda ko'rganda yechib qo'yasiz. Kecha mantiq ishlatilishi kerak bunga, so'z yodlash kerak. Keyin yana eng ko'pchilikda muammo o'qishda bo'ladi. O'qish tezligi past bo'ladi. Hozir masalan, menda bu narsadan tezroq bo'lganining sababi men tez o'qiyapman hozir. Siz o'qiyotganda masalan, uri kachogin, ilnyonchone hanguge vasmida ketdi. Menga kelgunicha 2 minut vaqt sarflayotgan bo'lsangiz, o'zi 1 minut 30 sekund vaqtingiz bor-ku, baraka top. Tezda skaner qilish. Shuning uchun masalan, tez birinchidan o'zi har kuni обязательно yarim soatdan o'qing. Kimga foyda o'qisangiz? O'zingizga foydali, to'g'rimi? Hech narsa yutkizmaysiz-da, tushunyapsizmi? Buni siz o'qisangiz, o'qish tezligingiz ortadigan bo'lsa, o'zingizga foyda oxirida. U yoqqa borgandan keyin ham, testda ham, hammasida. Yarim soat, 1 soat eng kamida o'qishda o'ziga sarflang. Tezlikka o'qing. Tarjima qiling har kuni. Grammatika qachon mustahkamlanadi? Mana bu narsani tarjimasini qilganingizda. Tarjima qilganingizda grammatikani to'g'ri bilishingiz kerak, keyin yodlagan so'zingiz bilan bog'lanadi tarjima qilganingizda va quruq so'zni o'zidan ko'ra tekst eslab qolish osonroq insonga. Masalan, narsani siz o'zingiz kuchingiz bilan bitta Google ga kirib masalan yo ChatGPT ga kirib bitta tarjima qilib chiqing. So'zlarni bir-biriga bog'lang. Matnni to'liq tahlil qiling-da. Bir haftadan keyin shunday matnga qarasangiz, nimasi esga keladi tarjimasi. Qilib ko'rishingiz. Lekin bugun bitta so'zni yodlab, bir haftadan keyin ko'ringchi, esingizda qolarmikin so'z. Qolmaydi. Nimaga? Chunki masalan matn voqealarni eslab qolish osonroq bitta narsani eslab qo'ygandan. Shuning uchun tarjima bilan ko'p shug'ullanishingiz kerak o'zingiz. Keyin tarjima qilayotganda 3 ga bo'lib tarjima qilmang. Bitta o'qib, bitta tarjima qiling. Masalan, bizning oila 1 yil oldin Koreyaga keldi. Bizning oila 1 yil oldin Koreyaga keldi. 3 tada chiqyaptimi sizda shu? Yo, bitta o'qib turib, urikajogan innyonchone hanglayapsiz. Biz oila 1 yil oldin Koreyaga keldi bo'lyapti. Siz o'z 3 ga bo'lib tarjima qilsangiz, uni birlashtirib ma'no chiqargunizcha ketib bo'ladi-yu poyiz. Bitta o'qib, bitta tarjima qilish kerak.
Shuning uchun boshdan oxirigacha o'qib oling. O'qiganingizda bir-biriga qo'shib ketishga odatlansangiz, miya shunga o'rganadi. Masalan, men bilan xotinim firmaga qatnayotib, bolalarni qarab turish qiyin edi. Shunaqa darajaga borish kerak masalan. Bunday qarab turib o'zbekchasini o'qib ketadigan darajaga borish kerak. Uning uchun bitta o'qib tarjima qilishni o'rganish kerak. Umumiylashtiradigan bo'lsak, bugungi demak xulosada o'rganilayotgan narsalaringlar davom ettiringlar, so'zlarni takrorlanglar, test yechayotganda endi bugungi o'rgangan texnikalarni qo'llab ko'ringlar. Neon topayotganda javob masalan katta tekst kelganda sira javobdan o'qiring. Uni o'qib, qaytib ba'zi tekshirasiz-ku. Yo eslab qolasizmi neonni bittada. Agar shunaqa qobiliyatingiz bo'lsa, birinchi buni o'qing. Kimda javobdan qara x qilib ketavering. Uni qila olmayapsizmi? Javobni o'qib tekshiring. Baribir javobga tushasiz-da, o'qib bo'lgandan keyin. Istaysiz yana Alijonni, istab chiqib, ba'da ekan, unaqa emas ekan. Yana pastga tushasiz javobga, yana chiqasiz baribir. Shuning uchun sirazi javobdan ketavering. O'zi javob topish davomida bir ikki marta o'zi borib kelasiz ko'zingiz skaner bo'lib. Keyin masalan javobdan ketishning yaxshi tomoni masalan mana shu so'zni o'zini istaysiz-da. Avvalda boshida tarjima qilishga harakat qilib o'qib ketasiz. Bolonda javobni o'zini istaganingiz hisobiga fokus ash so'zga bo'ladi. Ya'ni masalan mana sombul patta desa, sombul pattani o'zini istaysiz. Tushunyapsizmi? Shu tezroq bo'ladi sizda. Neon topayotgan. Bitta, ikkita, uchta yetish bilan bo'lmaydi. Ko'pgina test yechganingiz sari uje sizda buni praktikasi oshadi. Tezlashadi. Tezlik ishlash kerak. Birinchi texnikani o'rganib oldingizmi, endi tezlikka qo'yish kerak. Chunki vaqtingiz yetmay qoladi. Chunki boshida tushunib yetish kerak-da ko'p testlar. Shunaqa.